Assalomu alaykum, efirda Nazar haftalik ma'lumot dasturi, studiyada Davron Nasibxonov. Bu dasturimiz orqali o'tib borayotgan haftaning muhim xabarlariga birgalikda nazar tashlaymiz. Bugungi dasturimizda hukumat rahbari bo'lib Sapar Isaqov tanlandi. O'lkada avgust kengashlari o'tmoqda. Yangi o'quv yiliga tayyorgarliklari ko'ngildagidekmi? Бүт проекттерибиздин максаты ушул билим берүү сапатын жогорулатуу. Bu yil maktabga boruvchi bir farzandingizga qancha mablag' sarflaysiz? Күнөтөн бирдеги кылып алып отурганда чоңума где-то 8000 кетип атат. O'shda ilk bor ko'p tilli spektakl qo'yiladi. Sen bana qarni deganda çok saksan. Ошол сенсиң, Маргарита! Jahon musobaqasiga yo'l olgan sportchiga yordam kerak. Мына Азияга ошол акча жок, бара албай калдык. Dasturimizni boshlaymiz. Bugungi dasturimizni yangi hukumat rahbarining tanlanishi haqidagi lavha bilan boshlaymiz. Joriy kengashda Qirg'iziston Sotsial-demokratlar partiyasi Qirg'iziston hamda bir bo'l fraksiyalardan tashkil topgan ko'pchilik koalitsiya bugun Premyer ministrlikka taklif qilingan Sapar Isaqovning ma'lumotini tingladi. So'ng ko'pchilik koalitsiya Isaqovning nomzodini Premyer ministrlikka qo'llab-quvvatladi. Sapar Isaqov Qirg'iziston hukumat rahbari lavozimiga saylanib qolsa, xalqning iqtisodiy barqarorligi, xalqning ijtimoiy barqarorligi hamda xavfsizlik deb nomlangan 3 asosiy yo'nalishda ish olib borishini bildirgan. Ular 9 milliy islohot va 9 milliy taraqqiyot dasturlarini o'z ichiga oladi. Ushbu hafta ichida yangi hukumat rahbarining tarkibi tuzildi. Ko'pchilik koalitsiya navbatsiz yig'inga to'planib, KSTP fraksiyasi Premyer ministrlikka taklif qilgan Sapar Isaqovning nomzodini ko'rishdi. Ayrim deputatlar qarama-qarshi fikrlarni aytsa, ko'pchilik xalq vakillari Isaqovning nomzodini qo'llashdi. Premyer ministrlikka nomzod yangi davrga 40 qadam deb nomlangan loyihasini taklif qildi. Ushbu loyiha o'lkaning 2040-yilga qadar rivojlanishi strategiyasini bir qismi bo'lib, avvalgi hukumat ishini davom ettiradi. Biz быйылкы жылдан баштап элдин оюнда турган маселелерди чече баштайбыз. Алар жаңы иш орундарды түзүү, санарип технологияларды киргизүү аркылуу коррупциянын кескин кыскартуу, калктын таза сууга болгон муктаждыгын канааттандыруу, экономикалык бакубаттык жана бизнестин эркиндиги, социалдык коргоого жана татыктуу жашоо деңгээлин камсыздоо. Hukumat rahbarligiga nomzod Isaqovning loyihasi o'lkani 3 yo'nalishda boshqaradi. Birinchi, xalqning iqtisodiy barqarorligi turadi. Sanoat va ishlab chiqarish, barqaror turizmga e'tibor berilib, bir yo'nalishda ish olib boriladi. Ikkinchi yo'nalish xalqning ijtimoiy barqarorligi. Bunga sog'lom aholi, dolzarb til siyosati kirib, ko'zga ko'rinar ishlar amalga oshadi. Uchinchi yo'nalish esa xavfsizlik loyihasining doirasida bo'ladi. Fuqarolarning tinch hayoti uchun barcha harakatlar ko'riladi. Надо усилить социальный блок, потому что там много нужно проводить реформ в части медицины. Поэтому я думаю, что нужны какие-то радикальные... По поводу социального блока, да, вот если вы посмотрите программу, в программе мы досконально все расписали и определенные цели поставлены. Естественно, в вопросе здравоохранения есть очень много проблем. Я думаю, постепенно, пошагово мы должны эти вопросы решать. Yig'in davomida deputatlarning barchasi ham yangi hukumat tarkibidan qanoatlangani yo'q. Ulardan biri Iskandar Matrayimov Yustitsiya ministrligiga taklif qilinayotgan Uran Ahmedovning ishidan qanoatlanmay tanqid qildi. Ayni vaqtda Qo'jabek Kirispayev ham hozirgi sog'liqni saqlash ministri Talatbek Batiraliyevning faoliyatida ko'zga ilinarli muvaffaqiyat yo'q ekanini aytib, ministrlarni tanlashda ehtiyot bo'lish kerakligini qo'shimcha qildi. Mana asr qo'mchilikda Minzdrav bo'yicha mana ko'chag'inli Qo'mduk bayqaçı kengешinin төрағасы Айбар Султангазиев 3 мүчөсү менен интервью берип атат. Ошо министрди айтып атат, миллиардта уурдап атат деп атат да, маалымат берип атат. Анан көпчүлүк эмгеги сиңген докторлор, профессорлор да каршы болуп атат да. Ошого кандай көз карашыңыз? Мен Батыралиевге өзүм карама каршы эчтекем жок. Коомчулуктагы сөздөргө карап айтып атам. Эми Кожобек Жайчыбек, сиз билесиз, мына мен министр боюнча дагы айта кетсем, негизи бир аз убакыт берип көрсөңүздөр, мен дагы кайталап кетейин, ушу Уран Ахметовдо эле да
Men özüm iштеп bul kishi menen bunday ish yurgizib ko'rayin. Isaqov deputatlarning tanqidlarini hisobga olib ishlay olmagan ministrlarni xizmatdan olishini aytdi. Lekin ular uchun hozircha muddat berilib, ishning borishini o'zi nazoratga oladi. Asosiysi davlatda toza jamiyat dasturini to'liq turda ishga oshirib, uning asosida inson hayotiga zomin bo'lgan yo'l halokatlarini ozaytirib, raqamli hukumat tizimi ishga oshadi. Ayni vaqtda ayrimlar o'lkaning tashqi qarzi 4.2 milliard dollardan ortganini aytib, budjetdagi tanqisliklarga to'xtalishdi. Biz hökümetni chaqan, anın işin açık jana effektivdүү kılышыбыз керек. Elektronduk, mobildik, kol koyu, blockchain, жасалма интеллект сыяктуу жаңы технологияларды киргизип, бизнес процесстерди санариптке өткөрүш керек. Yangi hukumatning tarkibiga to'xtalib o'tsak, Premier ministr Sapar Isaqov bo'lsa, birinchi vitse-premier ministr hozirgi Milliy bankning raisi To'lqinbek Abdug'olov bo'ladi. Vitse-premier ministr esa Dushanbek Zilaliyev bo'lishi aytilib, ijtimoiy soha bo'yicha vitse xizmatini Cho'lpon Sultonbekova boshqaradi. Ministrlardan esa faqatgina iqtisod ministri Arzibek Qo'joshevning o'rniga iqtisod fanlari nomzodi, bunga qadar 3 premierning maslahatchisi bo'lib ishlagan Artyom Navikov tayinlanadi. Kırgızstan egemendүү tarıhtan beri birinci jolu жаш өкмөт башчы, ошондой эле жаш бир топ жаш өкмөт мүчөлөрүнүн составы менен келе жатат. Бул колго алынаарлык нерсе. Мен ойлоймун, биз колдоп беришибиз керек. Ошону менен биргеликте эле бул эң жаш өкмөттүн курамынын астында эң орчундуу маселелер турат. Адилеттүү шайлоо өткөзүү боюнча, Таза шайлоо боюнча өкмөт өзүнүн функцияларын так аткарат. Эч кандай, мен ачык айтайын, эч кандай саясий оюндарга биз кирбейбиз. Биз экономика менен алек болобуз, сиз айткандай ОЗП менен алек болобуз, башка маселелер менен алек болобуз. Shunday qilib, ko'pchilik koalitsiyasining navbatdan tashqari yig'inida yangi hukumatning tarkibi qabul qilindi. Unga ko'ra endi ayrim shaxslarning issiq o'rinlari almashib, o'zgarishlar bo'lishi kutilmoqda. Chunki sobiq premier ministr So'ronbay Jeenbekov prezident sayloviga nomzodini qo'yib, o'z istagi bilan xizmatini topshirgan. Hozirda o'lkaning barcha hududlarida yangi o'quv yili munosabati bilan avgust kengashlari o'tmoqda. Biz O'sh shahri haqida so'z yuritmoqchimiz. Bu yilgi avgust kengashi O'sh shahrida bilim berish sifati o'tgan yilga qaraganda o'sayotgani haqidagi ma'lumot bilan boshlandi. Lekin asosiy so'z respublika miqyosidagi ko'rsatkichlarda ortda qolayotgani borasida bo'ldi. Ma'lumotga ko'ra, O'sh shahri maktablari 5-6 yildan beri 37-38% dan yuqorilay olmayapti. Oxirgi 6-7 yildan beri O'sh shahridagi maktablarda ta'lim sifati nochorligicha qolmoqda. Aniqroq aytadigan bo'lsak, 2010-yildan beri ta'lim sifati 38% ni tashkil etib keladi. Ma'lumotga ko'ra, O'sh shahridagi maktablarda o'quvchilarning soni 62 ming nafarni tashkil etadi. Uning ichidan 8,8% o'quvchilar eng yaxshi o'qishgan. Shu bilan birga 32% o'quvchilar yaxshi, 60% esa qanoatlantirarli deya baholangan. Nochor o'qiydiganlar soni 1,2% ni tashkil etgan. O'shanda 2016-17 o'quv yillari yakuniga ko'ra O'sh shahridagi ta'lim sifati 37% ni tashkil etdi. Bu ko'rsatkichni yaxshilash uchun O'sh shahar ta'lim boshqarmasi turli loyihalar bilan ishlab keladi. Бүт пландарыбыз, бүт проекттерибиздин максаты ушул билим берүү сапатын жогорулатуу, анан татыктуу ta'lim, tarbiya berүү. Shuni tagiriga so'zlaydi. Ta'lim sifatini yuqorilatish uchun o'qituvchilarning bilim sifatiga alohida e'tibor berish kerak. Bu taklif O'sh shahridagi 40 yildan beri o'qituvchilik faoliyati bilan shug'ullanib kelgan o'qituvchi bildirdi. Uning so'zlariga ko'ra, oliy o'quv yurtlarida eng past ball olgan abituriyentlar o'qituvchilik kasbiga topshiradi. Bu esa kelajakda nochor o'qiganlar o'qituvchi bo'lganini anglatadi. Анткени ошол канчалык балл жогорулаган сайын баягы окуучу кесип тандоочунун кызыгуусу ошончолук жогорку деңгээлде болот да. Hozirgi kunda oliygohga kirish ball 110 ballni tashkil etadi. O'sha ko'rsatkichga yetgan abituriyent istagan joyga topshirishi mumkin. Bunda pedagogika sohasida bir qancha imtiyozlar yaratilgan. Boshqa sohaga qaraganda 110 dan 120 ballgacha bo'lsa ham talaba bo'la olishadi. Biroq bu ta'lim sohasiga salbiy ta'sir etmasligi ta'kidlanmoqda. Эгерде биз бүгүн ошол 110 балл менен педагогика университети албай атсак, анан биз анын босого баллын дагы жогорулатып койсок, анда ким келет? Bunday logikaga sığmay turgan narsa-da. Qirg'izistonda sobiq sovet davri tarqagandan keyin ta'lim sifati sezilarli pastladi. Bunday fikrni bir necha yildan beri ta'lim sohasida faxriy aytadi. Uning so'zlariga ko'ra, past ko'rsatkich o'lka kelajagi uchun ham xavf yaratadi. Menimcha bu qo'mchilik jalpi biylik organlari,
ota-onalar, maktab muallimi, o'quvchilar o'zi jalb bizdan kelishmaycha buni o'qiydi. Ta'lim ministrligi sifatni yaxshilash uchun islohot zarur ekanini ta'kidlab chiqqan. Unda ta'lim sohasida eng yaxshi namunalardan biri Finlandiya tizimi yo'lga qo'yilgan. Loyihada O'sh va Bishkek shaharlaridan 12 ta maktab tanlab olinib, yangi o'quv yilidan boshlab sinov tarzida o'qitiladi. Keyinchalik o'lkaning barcha hududlarida shu usul qo'llaniladi. Hilola Ashurova, Begim Ayasanova, Azam Buzrikov, Intimaq. Jalolobod oblasida esa yangi o'quv yiliga 95% tayyor. Mazkur ma'lumot 23 avgustda yangi o'quv yiliga va qishga tayyorgarliklar muhokamasi vaqtida aytildi. Oblastda jami 468 maktab bor. Barida ta'mir ishlari olib borilgan. Boshqa yillarga nisbatan maktablarda ta'mirlash ishlari yaxshilangan. Bu yil qancha maktab foydalanishga beriladi? Bu haqda muxbirimiz hikoya qiladi. Bozorqo'rg'on rayonidagi 39-Belterek o'rta maktabi avariya holatiga kelib, yangisi 2014-yili qurila boshlagan. Bino yarim bitib qolganda mablag' ajratilmay qurilish to'xtab qoladi. Pul ajratilganidan so'ng esa ishni mutasaddi kompaniya davom ettirmagan. Shunday qilib 2016-yili bitirilishi kerak bo'lgan maktab joriy yilgi yangi o'quv yiliga ham tayyor bo'lmadi. Masala oblast kollegiyasida ko'tarilib, sentyabrgacha bitirish vazifasini rayon hokimi oldi. Действительно, eski maktabda qayerda o'qigani mumkinchilik yo'q, keskin turda nima qildik, o'qigani bo'lmaydi. Alemi negizini отдел ishini жұмыстарында qaldi. Terezalar barib qo'yilib, ushbaqlar nima bo'lgan. Buyursa Jalolobod oblasti bo'yicha bu yil 12 maktab yangi o'quv yiliga foydalanishga topshiriladigan bo'ldi. Biroq 7 tasi belgilangan muddatga bitirilmay qoldi. Kechikishiga mablag' vaqtida ajratilmay qurilishni to'xtatish sabab bo'lgan. Endi Shuhratov, Ismailov, Tashmatov, Tayg'arayev, Anarqulov, Qizilqishloq va Belterek o'rta maktablarida o'quvchilarni qabul qilish masalalari o'ylantirmoqda. Alem областной мамына республикалық бюджеттің ақша қаражатының жетіссіздігінен құрылысын көп жылдан бері тоқтап тұрған 7 жабық білім мектептің құрылыстары тоқтап тұрады. Ал Ақсуда районындағы Шухрат, Исмаил, Ташматов атындағы мектептер, жаңа Бозорқоғын районындағы Белтерек атындағы мектептер. Кемшіліктер бүгін коллега алып шығып, ошо район шаардан акимдерин, мерлерин милдеттендирдик. Мына жана сиздер айтканда бир топ мектептерде бүгүнкү күндө багы республикалык тараптан каржылануу болсо дагы бүгүнкү күндөгү курулуш иштери кечендеген боюнча мен жана Бозоркогондогу Белтерек мектеби боюнча айтып кеттим. Ma'lumotga ko'ra, Jalolobod oblasida 28 maktab avariya holatida. Ularning barchasida o'quv jarayoni to'xtab, o'quvchilar yaqin qishloqlardagi maktablarga o'tkazilgan. Hozirda oblastdagi 468 maktab rejaviy ta'mirdan o'tkazilib, yangi o'quv yiliga 95% ga tayyor. 5-maktab yangi o'quv yilida foydalanishga topshiriladi. Өзгөчө кырдаалар министринин корутундусу бар. Бул корутундучу боюнча мына азыр кээ бир мектептерде негизинен багы мектептерде жагы мектептер болот, ошо которобуз. Калган мектептерде багы убактылуу бөлүк мектепте окутуп атабыз. Бардык ошол корутунуп чыккан мектептерде көзөмгө алып атабыз. Kollegiyada bundan tashqari yangi o'quv yilidagi bilim sifati to'g'risida so'z bo'ldi. O'tgan yilgiga nisbatan bu yil ta'lim sifati oblastda 1% ga ko'tarilgan. Ko'rsatkich bundan ham yuqori bo'lishi bo'yicha oblast uslubiy bilim berish markazining yetakchisi Aqlbek To'xtag'ulovga ogohlantirish berildi. Shuningdek, yetishmagan o'qituvchilarning o'rnini to'ldirish topshirig'i berildi. Hozirda oblast bo'yicha 154 pedagog yetishmaydi. Ma'ruf mavzusini davom ettiramiz. Vatikanda yangi o'quv yili munosabati bilan 20 maktab foydalanishga topshirilishi kerak edi. Bugungi kunda 8 gina rejalashtirilgan muddatga yakunlangan maktab turibdi. Qolgan 12 maktab yangi o'quv yiliga ulgurmadi. Oqibatda yaroqsiz yoki eskirgan maktablarning o'quvchilari ilojsiz xavfli deb topilgan maktablarda o'qishni davom ettiradigan bo'lmoqda. Batken rayonining O'zbekiston bilan chegaradosh Qorato'qay qishlog'idagi Burqan Mergenov maktabi eskirib 2 yil avval 150 o'rinli yangi bino qurila boshlagan. U 2016-yilning sentyabr oyida foydalanishga topshirilishi kerak edi. Qurilish ishlari bu yil ham tugallanmay yangi o'quv yiliga topshirilmadi. 2 oy avval qurilish ishlari to'xtab 30% ish bajarilmay qoldi. Жалпы керектелчү сумма 46 миллион 811 миң. Быйыл жылга акча каражаты бөлүнгөн жок. Өткөн жылдарда жер үй каражатынан берилген акча ошол сумманы түзгөн. Быйыл жылда 0 пока жок. Agar qurilishni tezlatishmasa maktab sifatsiz bitirilishi mumkin. Tom qismi kuzgacha yopilmasa yog'ingarchilikda binoga zarar yetadi. Eng asosiysi o'quvchilar eskirgan tor maktabda 3 smena bilan o'qib qiynalishmoqda. Shu bilan birga 3 yil avvalgi zilzilada paydo bo'lgan yoriqlar ham xavfli bo'lmoqda.
Эгер чатырын жаппаса, мына өзүңүздөр көрүп тургандай, сапат начарлайт, кирпичтер езилип, шор чыгып, анан баягы коюлган плиталардан өткөн тамчы биринчи кабатка чейин түшүп, ушундай бир зыяндуу жактары бар деп. Класстар жетишсиз. Кээ бир класстар 3 сменадан окушат. Ошон үчүн бизге ушул жаңы мектепти бүтүрүп берсе жакшы болмок. Тарлык кылат класстар. Окуучулар батышпай кыйналышат. Баткен областida Mergenov maktabidan tashqari yana 11 bilim maskanlarining qurilishi tugallanmagan. Ularning qatorida Qadamjoy rayonining Sirt qishlog'idagi 375 o'rinli maktabning qurilishi 4 yildan beri tugatilmaydi. Mablag' o'z vaqtida ajratilsa ham mo'ljallangan muddatga bitirmagani uchun kompaniyaning ishini oblast yetakchisi tanqid qilib 1-sentyabrga ishni tugatishni topshirdi. Sünetke tatıp yönetesin. Kana pomoçlik. Düşündün mü? Otur alıp bana fikir verip durasın. Bunu suraysın. Surap testesi alıp bana barıp verip durasın. Çok kolaydır. Bir de biri ondayımda degeninin kaçatı yok. Üçüsü test bitiriyor dağı tapşıraylı. Oşunun jakşı nesi yok. Batken oblastida umumiy 234 bilim berish muassasasi bor. Bugungi kunda oblastda 27 maktab qurilmoqda. Reja bo'yicha 20si yangi o'quv yilida foydalanishga topshirilishi kerak. Biroq moliya masalasi sababli 12 maktabning qurilishi kechikmoqda. Bu yilga rejalashtirilgan maktablarning 8tasi foydalanishga beriladi. Qadamjoy rayonida 10 maktab qurila boshlagan. Ular O'xna, Teshabayev, Satarov, Ismoilov, Primov, Quldu, Isfayram, Xalmiyon, O'rikzor va Yosh tilak maktablari. Laylak rayonida 2016-yili respublika byudjetidan 4 maktabda qurilish ishlari bormoqda. Ular To'g'izbuloq, Qayrag'och, Yangi Turmush, Gorki o'rta maktablari. Batken rayonida 11 maktabda qurilish ishlari bormoqda. Ular Ermatov, Ahmatov, Mergenov, O'rmonov, Gazchek, G'ani Abduraimov, Qadr nomli maktablar. Учурда курулуш иштери жүрүп жатат. Бул да ушул 17-2018 окуу жылында ишке берилмекчи деп калган мектептерде. 2017 o'quv yiliga oblast bo'yicha 234 ta umumiy ta'lim muassasalarida navbatdagi ta'mirlash ishlari olib borilib, to'liq bitirildi. Ular 1-sentyabrda o'quvchilarni qabul qilishga tayyor. Ta'lim ministrligi standart formaga ruxsat bergandan keyin ota-onalar bolalariga qo'rqmay kiyim qila boshlashdi. Bu yilgi o'quv yilidagi forma aniqlangani uchun bolalarni kiyintirgan ota-onalar ham ko'paydi. Bir bolani maktabga jo'natish uchun qancha mablag' ketadi? Muxbirimiz bu bilan qiziqib ko'rdi. Yangi o'quv yilining boshlanishiga sanoqli kunlar qoldi. Hozirda ota-onalarning hammasi bolalariga kiyim sotib olib berayotgan vaqtda. Shu boisdan bir bolani maktabga tayyorlash qancha mablag' talab etadi? Bugun shuni o'rganib chiqamiz. Jipara Bekmatovaning 2 nafar farzandi maktab yoshida. U bolalariga kiyim olish uchun bozorga tushgan. Kattasi 7-sinfda o'qisa, kichigi 4-sinfga boradi. Ikkalasiga jami bo'lib 15 ming so'm olib kelgan. Jipara dastlab maktab talablariga ko'ra oq ko'ylak va shim xarid qilishni boshladi. Qahramonimiz 2 nafar farzandining o'quv qurollarini o'ziga 1700 so'm sarfladi. Oq ko'ylak, qora shim va sumkalarni 1000 so'mgacha bo'lgan narxlarda xarid qildi. Poyabzalni bo'lsa kichik o'g'liga 1500 so'm, kattasiga 1700 so'mga olib berdi. Shunday qilib yangi o'quv yili uchun yiqqan 15 ming so'midan 300 so'mgina oshdi. Qilib olib o'tirib, ekonomda o'rta hisob bilan bo'lganda, ekonomdan birdagi qilib olib o'tirganda cho'ngma где-то 8 mingday ketadi. Kichkinakaymi bir 7 dan sal oshiqroq ketadi. Şol ham может biz do'konlardan olganimizda bundan da qimmat olmoqmiz. Ko'pchiligi hozir ham akofta, qora yubka bo'ldi. Formani olganlar az qana maktablarga o'shoniga qarab olyapti. O'quv qurol va sport kiyimlari vaqt o'tgan sayin yangilanib turadi. Sotuvga Xitoydan, Qozog'iston va mahalliy ishlab chiqaruvchilarning tovarlari qo'yiladi. Ular narxi ham sifatiga ko'ra bir-biridan farq qiladi. Bir bolani maktabga tayyorlash uchun qancha mablag' zarurligini hisoblab chiqdik. O'rtacha hisobda boshlang'ich sinfning o'quvchisiga quyidagicha mablag' sarflanadi. Bilim beri ministrligi bekitgan ixtiyordagi maktab formasi bosh salg'ich klasslarga eng төмөнкү ба 1200 сом, eng жогоркусу 2500 сомго чейин. Ал эми Билим берүү министрлиги бекиткен стандарттык мектеп формасы балдарга ак көйнөк 500 сом, кара шым 600 сом, бут кийим 1000 сом, сумка 550 плюс 2650 сом. Жалпы 2650 сом. Кыздарга ак көйнөк 500 сом,
qara yubka 500 so'm, qara shim 600 so'm, sumka 500 so'm, but kiyim 800 so'm, aqpantik 50 so'm, jalpi 2950 so'm. O'quv qurollari: gündölük 50 so'm, depter 10 danası 50 so'm, qara karandash 10 so'm, tüstü boyoq 70 so'm, qalem 2 dana 20 so'm, o'chirgich 10 so'm, albom 30, ushtag'ich 10, sızg'ich 70, ruchka 10 so'm, jalpi o'quv qurollarına ketgan qarajat 330 so'm. Ошондо жалпылап ала турган болсок, бир башталгыч класстын окуучусун мектепке жөнөтүү үчүн 3,5 миң сомго жакын каражат керектелет. Bizning hisobda jismoniy tarbiya darslariga kiyiladigan sport kiyimlari qo'shilmadi. Bolalarning sinfi yuqorilagan sari qo'shimcha xarajatlarni ham sotib olishga to'g'ri keladi. Albatta bir kiyim bilan ham yuravermaydi. Agar hammasini qo'shib hisoblasak, jadvaldagi summa 2 barobarga o'sishi mumkin. Umida Mirzabayeva, Asel Busurmanqul qizi, Azam Buzrikov, Intimaq. Endi boshqa mavzulardan Chotqoldagi Eshali qishlog'ida barak turidagi yotoqxonadan yong'in chiqib to'liq kuyib ketgan. Turar joyning umumiy maydoni 675 metr kvadrat. U yerda 20 ta xona bo'lib, unda 28 nafar odam istiqomat qilar edi. Uysiz qolgan 8 ta oilaga hukumat jamg'armasidan 80 ming so'mdan moddiy yordam ko'rsatildi. Shu bilan birga uylari kuyib ketganlar uchun qishgacha yangi uylar qurilishi aytilmoqda. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Teraksoy qishlog'ining Eshali bo'lish manzilida joylashgan vaqtinchalik qurilgan yotoqxonadan 18 avgustga o'tar kechasi soat taxminan 1:25 larda yong'in chiqib 8 uy va VAZ 3110 rusumidagi avtomashina to'laligicha yonib ketdi. Bu yerdagi 29 nafar odam tashqariga chiqishga ulgurib jarohat olganlar bo'lmadi. Perzat Akimbekova yong'indan jabrlanganlarning biri. Kechasi yong'in kuchli bo'lganligi uchun o'zlarini hamda bolalarining jonini saqlab qolishga harakat qilishgan. Kerakli hujjatlar va kiyimlari esa yong'in ichida qolib ketgan. Qanday biz baldarimizni ko'tarib eshikka chiqqanga ulgurib qoldik. Biz eshikka chiqarmenanlar patologga kelib qolibdi-da. O't jalinib kelib qolgandan keyin qayra kirganga bo'lmadi. Uysiz qolgan oilalar uchun chodirlar tikildi. Elektr yorug'i bilan ta'minlash ishlari ko'rilmoqda. Shuningdek, jabrlanganlarga yangi turar joy qurish uchun yer ajratish masalasi ko'rilib, mahkama ishxonalarining xizmatchilari bir kunlik ish haqqini ajratishmoqda. Kunlik oziq-ovqat, issiq to'shaklar bilan ta'minlanishgan. Yordam berib, tamoq ash menen, kiyim keçeler menen kamsız kılvatırı, razıçılık bildiremiz. Uşunçasına da şükür. Anan uşu kış soğuk düşkünge çeyin. Menen erterek kamsız bolzok. Erterek uyga jaygaşıp alzak. Söylегенде жаш балдарыбыз бар. Ошо разыбыз бардыгына. Hukumatning Jalolobod oblastidagi muxtor vakili Qiyonbek Satibaldiyev yong'indan jabrlanganlarning ahvolidan xabar olgan. Uchrashuv davomida 8 oilaning har biriga qishga qadar turar joy qurib berishga va'da berdi. Shuningdek, mahkama va ishxonalarning bir kunlik mehnat maoshini ajratib berishdi. Bu pullar ham uy qurish uchun sarflanadi. Dokumentleri 1-2 ayın çözülatiken, ağa qarabastan jetilkelerini bere-beremiz, mizamlaştırıp durur. O vaqt mizamlaştırıp beremiz, bir ağa çayın biz jetilkesini bölüp beremiz, quruluş kete beriş gerek. Yong'indan jabrlangan yashovchilar qishga qadar turar joylarni qurib tugatishga, kuyib ketgan hujjatlarni qayta tiklashga yordam ko'rsatishlarini iltimos qilib murojaat qilishgan. Jabrlanganlarning aytishicha 4 ta pasport, 4 ta diplom, 2 ta harbiy bilet va 5 ta tug'ilganligi haqidagi guvohnoma yonib ketgan. Az rayon boyunca bir günlük zarplatasını şöyle açıldı. Oşa motor satıran oldum. Devrim ekibim yetekçilerden yanına yardım berdiran oldum. Eslatib o'tsak, yong'in Teraksoy qishlog'idagi Eshali bo'lish hududida joylashgan barak usulida qurilgan yotoqxonadan 17 avgustdan 18 avgustga o'tar kechasi soat 1:25 atrofida yuz bergan. Yong'indan jabrlanganlar ro'yxatga olinmagan. Hozirda jabrlanganlarga yangi turar joy qurish uchun yer ajratib berilmoqchi. Shuningdek, yong'in sabablari va chiqimlarini aniqlash ishlari olib borilmoqda. Batkenning Qadamjoy tumanidagi Belolma ko'mir koni bilan aloqador nizo yana avjiga chiqa boshladi. Mahalliy aholi bir necha kun avval ommaviy axborot vositalari bilan o'tgan uchrashuvda ko'mir koni noqonuniy ish olib borayotganini aytishgan. Shunga qo'shimcha kompaniya yo'llarga ham ziyon yetkazayotganini ta'kidlashgan. Bugun esa ba'zi yashovchilar kompaniyaga yon bosib, ular qonun doirasida faoliyat olib borayotganini aytib chiqishdi. Nizoli masala haqida batafsilroq muxbirimiz lavhasida.
Bir necha kun avval Maydon qishlog'ining yashovchilari Bishkek shahrida matbuot yig'ini o'tkazishgan. Ular qishloqdagi ko'mir qazib sotayotgan 5 archa mas'uliyati cheklangan jamiyatning faoliyati cheklansin degan talabni qo'yishdi. Ular bo'yicha nizom ishlari bari deb organ tekshirib, biroq bugungi kunga jeyinlik yo'q. Bu nizomsiz ko'mir tashuvda Belolma ko'mir konini 5 archa mas'uliyati cheklangan kompaniyasi Soyuz ittifoqi davridan beri ishlatib kelgan. Konni tekshirishga ruxsat olgan ishxona qora oltinni noqonuniy qazib tashiyotganini bir necha vaqtdan beri aytib kelishgan. Buning asosida Belolma bo'yicha arzlarni iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish xizmati 2015-yildan boshlab tekshira boshlagan. Shundan beri Belolmadagi faoliyat to'xtatilgan. Joriy yilda tender e'lon qilinib, 6 kompaniya orasidan xalq noroziligiga sabab bo'lgan 5 archa kompaniyasi qayta yutib chiqib, qazish ishlari jonlangan. 4 yil litsenziyasini oldi. Bir necha oila hukumatga ish qilib bergan yo'q. Shunday bo'lsa ham 5 archa mas'uliyati cheklangan kompaniya ko'mir qazish uchun tegishli xizmatlardan ruxsat olib, faoliyat olib borganini aytdi. Shu bilan birga barcha ishlar qonun doirasida bajarilayotganini qo'shimcha qildi. Litsenziyamiz bor. Tenderlik konkursda mizam cheginde komissiyadan o'tganmiz. Налогторыбызды төлөп келебиz. Бары жайында техникалык коопсуздук сактайбыз. Өзүбүзгө керек болгон жолдорду оңдойбуз. Өзүбүзгө керек болгон көпөрөлөрдү салабыз. Бардыгы эле мыйзамга дал келген иштерди аткарып келебиz. Hozirda konni ishlatayotgan 5 archa kompaniyasining faoliyatini maydonliklarning ko'pchiligi qo'llamaydi. Biroq ishxonani yoqtirganlar ham bor. Mana shunday yashovchilar qishloq hukumati bilan birgalikda O'sh shahriga yig'ilib ma'lumot berishdi. Uzoq qishloq yashovchilari ko'mir qaziyotgan guruh qishloqqa zarur bo'lgan ijtimoiy obyektlarni qurib, qishda kam ta'minlangan oilalarni ko'mir bilan ta'minlashini aytishdi. Былтырғы жылы көмірді алып келіп төгіп берді қарияларға, инвалидтерге, мектептерге төгіп берді. Өзара bölüşüp aldık. Maydon qishloq hududida joylashgan Belolma konida 80 million tonna atrofida ko'mir bor. Hozir bu yerdagi qora oltin O'sh oblastiga tarqatila boshlagan. U boshqa ko'mirlardan sifati va arzonligi bilan farq qiladi. Kelajakda Belolma ko'mir konidan o'rta hisob bilan har yili 10 ming tonnaga yaqin ko'mir qazib olish rejalashtirilmoqda. Batken shahrining markaziy ko'chalariga asfalt qo'yila boshlandi. Hozirda Is'hoq Razoqov ko'chalarida 2 yil avval to'xtab qolgan ishni davomi olib borilmoqda. Bu yo'llar KS Inter yo'l qurilish ishxonasi 2015-yili shaharning Samad Sidiqov ko'chasining 3 kilometr masofasini ta'mirlab, ammo ish sifatsiz yakunlanib, aholining taqibiga sabab bo'lgan edi. Ushbu ishlarni shahar meriyasi ham nazoratga olmagan. Bunga qadar shahar ichidagi yo'llarning qurilishi boshlanib, to'liq yakuniga yetmay qolgan. Bunga ob-havo sabab bo'lgan deyishgan edi. Joriy yili ham qurilish ishi kuz faslida boshlanganligidan bu yili ham ish yakuniga yetadimi, yetmaydimi degan savol aholini o'ylantirmoqda. Batken shahrining Is'hoq Razoqov ko'chasini ta'mirlash ishlari 2015-yili boshlangan, ammo kech kuzdagi sovuq tufayli 1 kilometrga yaqin yo'l ta'mirdan qolib ketgan. Endi o'sha masofada takroran ta'mirlash ishi boshlandi. Shuningdek, shahar ichidagi ikkita markaziy ko'chalarga ham asfalt qo'yiladi. Salih jana 60 yillik ko'chalarini 18 avgust kuni tender açıladi. Qaysi ishxona o'tib oladi, аны mizam cheginde qaysi ishxona atqaradi, o'shol tenderden keyin gana ayta olamiz. Бұл murdaqı planlaştırılgan ishni biz ulantılib atgan mezgilimiz. 3 ko'chaning yo'l qurilishini KS Inter ishxonasi amalga oshirmoqda. Ushbu kompaniya 2015-yili 5 kilometr yo'lni ta'mirlash uchun tenderdan g'olib chiqib, ishni to'lig'icha amalga oshirmagan. Yo'lning 3 kilometrini Batken meriyasi qabul qilmagan. Endi Samad Sidiqov ko'chasidagi yo'lni sifati haqida attayin komissiyaning qarori kerak. Agar yaroqsiz bo'lsa, ishni bajargan kompaniya o'z hisobidan yo'lni takroran ta'mirlab beradi. Men ошол жолдо өзүм дагы жүрөм. Өзүм да башка жолдорго салыштырмалуу, бул сапатсыз. Жолдо кетип атканда машина мисалы үчүн баягында болуп титиреп кетет да. Дөңдөрү көп баягында болуп курулган жол. Ошунча каражатты кетиргенден кийин сапаттуураак жол курулса жакшы болмок. Чейин эгерде жараксыз десе, кошумча өздөрүнүн эсебинен болсо дагы ошо жана комиссия мезгилинде көрсөтүлгөн же болбосо кетирилген мүчүлчүлүктөр жанагы
КС-Интер тарабынан аткарылышка милдеттүү. Rayon yo'l xizmati ishxonasi yo'lni ta'mirlash ishlari barcha texnologiyani saqlash bilan amalga oshirilayotganini bildirdi. Sifatli qurish uchun ish jarayoni nazoratga olingan, ammo ish kuzga yaqin boshlangani uchun ta'mirlash ishlari yakuniga yetmay qolishidan shahar yashovchilari xavotirda. Agar sovuq tushsa, yo'l ta'miri bitmay qoladi degan ehtimol ham mavjud. Ertaroq boshlab, erta жаздан баштап, мынау уақытқа чейин бүтүрүп коюлганда жолдор жакшы болот эле да. Азыр эми күздө баштап туруп кышка чейин дагы токтоп кала турган болсо, бул 2 жылга дагы калып кетет. Сапаттуу болуш үчүн ушу 130 градустан жогору болуш керек басканда. Ал жактан чыкканда 160тан жогору заводдон чыгыш керек да. Ошондо 130 болуп басыш керек. Минимум жок дегенде 120 болуш керек. Азыр эми жакшы ушу технологияны сактап атабыз, баардыгын ушу. Qurilayotgan yo'lning sifati va uning qachon yakuniga yetishi bo'yicha ma'lumotni KS-Inter kompaniyasidan olishga imkoniyat bo'lmadi. Ish jarayoni vaqtida rahbarlardan hech birini uchratmadik. Ammo tegishli xizmat davlat g'aznasidan ajratilgan pulga qurilayotgan yo'llarni sifatli qurish kerak. Joriy yili shahar ichidagi Is'hoq Razaqov, Murod Salihov va 60 yillik ko'chalarga asfalt qo'yiladi. Jami 2,5 kilometr yo'lga davlat g'aznasidan 30 million so'm mablag' ko'rib chiqilgan. Reja bo'yicha qurilish ishlari shu yili yakuniga yetishi kerak. O'sh shahrida ilk marotaba 3 tildagi spektakl qo'yilmoqda. Shekspirning Richard III asari bir vaqtning o'zida 3 xil tilda sahnalashtirilmoqda. Qirg'iz, o'zbek va rus tillardagi spektaklni Bobur teatrining aktyorlari ijro etishmoqda. Ko'p tildagi spektakl Buyuk Britaniyadan kelgan rejissyor tomonidan qo'yiladi. Mustaqillik kuniga bag'ishlab sahnalashtirilgan spektaklga tayyorgarliklar haqida batafsil muxbirimiz xabarida. Sen ona qornidagi najosatsan. Oshol sensin, Margarita! Ayni paytda Bobur akademik teatri aktyorlari Richard III spektakliga tayyorgarlik ko'rishmoqda. Asar Buyuk Britaniyadan kelgan rejissyor Yo'ldosh Jo'raboyev tomonidan sahnalashtirilmoqda. Asli qirg'izistonlik bo'lgan rejissyor Buyuk Britaniyadagi Orzu Arts teatrining asoschisi va badiiy rahbari hisoblanadi. U O'sh shahriga kelib turli millat vakillarining bir-biriga bo'lgan munosabati va tarjimonsiz ham bir-birlarini tushunayotganini ko'rgach, spektakl qahramonlarini 3 tilda gapirtirishga qaror qilgan. Qiyinchilik ham deb bo'lmaydi. Bu endi bizning kasbimiz shunaqa. Har bitta obraz xuddaligi nima deydi? Igna bilan quduq qazganday mehnat. Har bitta obrazni sahnaga olib chiqib, uni yaratish uchun mashaqqatli mehnat, lekin o'ziga yarasha bu maroqli nima deydi? Damlari ham bor. Spektakl rejissyori mazkur sahna asari Buyuk Britaniya bilan Qirg'izistonning kelajakdagi ijodiy hamkorligini mustahkamlashda poydevor bo'lishiga ishonadi. Yo'ldosh Jo'raboyev o'z ijodi orqali Qirg'iziston teatr san'atining rivojiga hissa qo'shishni maqsad qilgan. Richard III spektakli Uilyam Shekspirning 450 yilligiga bag'ishlanadi. Angliyadan kelgan rejissyorni o'zini butunlay Shekspir bir yo'llanmasi bo'lar ekanda, shu Shekspir yo'llanmasida ishlayapmiz. Lekin ancha qiyin bo'lyapti. Sababi biz ana shu Stanislavskiy yo'lida ishlash bir boshqa bo'ldi-yu, degan bu Shekspir yo'lida ishlash bizga butunlay bir yangilik bo'ldi. Spektaklda 11 nafar aktyor turli obrazlarni yaratmoqda. Asar uchun qahramonlarni tanlab olishda hech bir qiyinchiliklar bo'lmadi, deydi rejissyor. Sababi Bobur akademik teatri klassik asarlardan yiroq emas. Bu kunga qadar Bobur teatrining aktyorlari Uilyam Shekspirning Macbeth, Qirol Lear asarlarini sahnalashtirishgan. Ammo aktyorlar uchun mazkur spektakl yangi tajribalar olish imkonini yaratdi. Aktyorlar o'zlarining rollarini ko'ngil bo'lib, murdadan dag'i ko'proq kuchini yumshab, o'zlarining javobgarchiligini yumshab, biz cho'ng dolborga tayyorlanib o'tamiz-da. Bu negizdan bu yilgi yili Angliyada ulug' dramaturg Uilyam Shekspirning 450 yildig'ina arnalgan 1 yillik o'tib atgan festivaldan alqag'ында. Этот стыдливый, краснеющий бес только и делает, что поднимает в нашей душе распри и перечит всякому смыслу. Richard III spektaklining taqdimoti 31 avgust kuni Bobur akademik teatrida Mustaqillik kuniga bag'ishlab namoyish etiladi. Tomosha 31 avgustdan 2 sentyabrgacha soat 15:00 da qo'yiladi. So'ngra mazkur spektakl Buyuk Britaniyada oktyabr oyida o'tishi rejalashtirilgan xalqaro san'at festivalida namoyish etiladi. Ha, buzuqida gap tarqatama, unga tegma. Londonda o'tuvchi Markaziy Osiyo san'atining ochilishi festivalida umumiy 13 davlat ishtirok etadi. Mazkur festivalga Qirg'iziston teatrining vakillari 2 marotaba ishtirok etadilar. O'tgan yili Bishkekning Tunguch teatri ushbu festivalda ishtirok etib, Grand Prix bilan qaytishgan. Sen Arina
men. O'tayotgan haftada Qoraqulja rayonida Qoraqulja go'zali 2017 go'zallik tanlovi o'tdi. Tadbir bu yilgi iymon, odob va madaniyat yili munosabati bilan uyushtirilgan. Maqsadi qizlarni odobga o'rgatish, go'zallikni tarannum qilish bo'lib sanaladi. Qoraqulja go'zallariga bir nazar soling. Qoraqulja go'zali 2017 rayon tanloviga 9 nafar ishtirokchi tayyorlanib kelishgan. Ularning o'zgacha soch turmaklari, qomatlariga yarashgan liboslari va ajoyib taqinchoqlari sahnani yanada bezab turibdi. Har bir ishtirokchining maqsadi bosh sovrinni qo'lga kiritib, Qoraqulja go'zali degan nomga sazovor bo'lishdi. Eng yosh ishtirokchi sifatida Qashqayo'l qishloq hukumatidan To'xtog'ul Polotbek qizi. U tanlovga 20 kun betinim tayyorlanganini va oxirgi bosqichga qadar yetib kelganini cheksiz quvonch bilan so'zlab berdi. Бұл ушул сынакка чейинки даярдыктар жакшы эле болду. Ушуга чейин 10 күнчөлүк убакыт берилди. Ал убакка чейин даярданып, ушундай деңгээлге, райондук деңгээлге келип отурабыз азыркы убакта. Даярдыктар мен албетте жакшы деп ойлоймун. Эми жыйынтыгы жакындан күтөбүз. Qirg'izning hunarga boy, madaniyatli xalq ekanini yana bir marotaba Qoraqulja qizlari isbotlab berishdi. Sababi dasturda aniqlangan kuy raqslarni eng yuqori darajada bajarib berishdi. Tanlovda nafaqat qirg'iz xalq raqsi, balki boshqa millat raqslari ham ijro etildi. Bundan tashqari dasturda qizlarning har biri o'z qo'llari bilan tayyorlangan Qirg'izning milliy taomlari ham hakamlar hay'ati tomonidan baholandi. Shu bilan birga mantiqiy savollar ham ssenariydan joy olgan. Жерлерде айылдарда Qoraqulja ажары 2017 аттуу иш-чара өтүп келдик. Бүгүн ошонун райондук туру болуп жатат. Ар жылы мындай иш-чараларды өтүүгө биз Qoraqulja райондук мамлекеттик администрациясы менен бирдикте иш алып барабыз. Администрация дайыма бизге көмөк көрсөтүп, ошол иш-чараларды өткөргөнгө дайыма багыттап келет. Tadbir yakunida tanlovda 3-o'rinni Junus nomidagi kasalxona shifokori Maqsudova Mamadbusa qizi egalladi. 2-o'rinni Ibrahimova bolalar bog'chasi nomidan Telege To'ychiyeva olsa, 1-o'rinni Qoraqulja rayonidagi Karimov bolalar bog'chasining tarbiyachisi Jang'il Jaloliddinova munosib deb topildi. G'oliblarga diplomlar va qimmatbaho sovg'alar topshirildi. 1-o'rinni olam deb o'ylagan emasman. İş-чара аябай жакшы өттү. Мен жеңишимди өзүмдүн иштеген иш-чарамдагы Абдылда Каймов атындагы балдар бакчасына арнайм. Апама жана атама жана бир туугандарыма. Калыстар тобунда чындыгында Калыстар тобунун төрагасы деле, мүчөлөрү деле биз ушул сынактын алдында билдик. Биз ушул Калыстар тобуна киргендигибиз жөнүндө. Ана менин оюмча бардыгыбыз ушул ар бир кыздын мээнетин, ар бир кыздын аракетин, ар бир кыздын даярдыгын мындай бир реалдуу баалаганга аракет жасадык деймин. Rayon darajasida uyushtirilgan tanlov mustaqillikning 26 yilligiga va 2017-yil iymon, odob va madaniyat yiliga bag'ishlanadi. Maqsadi qishloq joyining madaniyatini ko'rsatish, xalq orasidagi ijodkorlarni, iste'dodli yoshlarni tanlov orqali xalqqa ko'rsatish bo'lib hisoblanadi. Ta'kidlab o'tsak, go'zallar tanlovi har 2 yilda bir marotaba o'tkazilib turiladi. Erkin kurash bo'yicha Gretsiyada o'tuvchi jahon chempionatiga Qirg'izistondan 10 nafar polvonlar ishtirok etishadi. Ularning ichida O'sh oblasidan 50 kg vazn toifasida Abduqaliq Qaynazarov ham bor. U o'spirimlar orasidan tanlab olingan. Hozirda murabbiyi bilan birga kecha-yu kunduz musobaqaga tayyorgarlik ko'rmoqda. Ammo chempionatga ham sanoqli kunlar qoldi. Moliya tomoni esa muammo bo'yicha turibdi. Ayni damda yosh sportchiga homiy izlanmoqda. Syujet haqida batafsil muxbirimiz lavhasida ko'ring. Erkin kurash bo'yicha 16 yoshdagi Abduqaliq Qaynazarov jahon chempionatiga ishtirok etish arafasida. U bunday imkoniyatga yetish uchun 8 yildan buyon shug'ullanib, bir qancha chempionatlarda g'oliblikka erishdi. Endi Qirg'iziston nomidan 50 kg vazn toifasida Gretsiyada o'tuvchi jahon chempionatiga ishtirok etishga yo'llanma oladi. Sentyabrning boshida buyursa uchib borib, ошол жерде результаттар жакшы көрсөтүп, ушул кыргыз элинин барын элге таанытып, өзүмдү буюрса Qirg'iz elini dunyoga tanıtıp buyursa. G'oliblikni maqsad qilgan Abduqaliq Qaynazarov bir necha oydan beri qizg'in tayyorlanmoqda. Sababi sentyabrda o'tuvchi jahon chempionatiga sanoqli vaqt qoldi. Ustozi ham shogirdi faxrli o'rinni egallab kelishga umid qilmoqda. Hozirda shogirdiga kecha-yu kunduz kurash sirlarini o'rgatmoqda. Shunda bolalarda ham Qirg'izistonning kelajagida mir, dunyolik, aziyalik, mir olimpiadalarga shunday bolalar dayardasak, Qirg'izistonga
o'zini salomimizni qo'shsak degan o'yimiz bor. Hozirgi paytda Gretsiyada o'tuvchi jahon chempionatiga ishtirok etish uchun moliya tomonidan muammo bo'lmoqda. Sababi u tomonga borish uchun $1800 dan pul sarflanadi. Murabbiy qo'shilib borsa $3600 bo'ladi. Chunki yosh sportchiga yordam ko'rsatuvchi homiy kerak. Agar moliya muammosi hal etilmasa, chempionatga ishtirok etmay qolishi to'liq mumkin. Qoldik. Amalda qurama komanda, Qirg'izistonning qurama komandasining nesi olib boradi, biroq men o'qishim ol yoshligidan bilmaydi al. Qanday ne bo'lgan biz ani bilamiz-da, o'sha qanday ne qaysi momentda ani qarasa bo'ladi. O'sha o'quvchima menga o'zimga qarshi жағынан qiyinchilik bo'ladi hozir, o'shanday narsalar bo'ladi. Shu qurama komandasining müchesi bo'lib, Abduqaliqda kirib o'tadi, Qaynazar Abduqaliqcha kirib o'tadi. Biroq finans masalasi haligi chechilgan yo'q. Sababi bugachaga dayarlik ko'rib mashg'ulotini jo'natdik. Issiqko'lda bo'lib o'tdi. O'shda bo'ldi, biroz yordam berdik. Andan keyin o'sha yerlikli beyliklerdagi rayondagi hokimiyatdan bosh bo'lib kichkina yordam berib o'tadi qo'ldan kelgancha. Biroq chet mamlakatlarga jo'natish uchun shu bizda mamlakatlik yoshlar ishlari mamlakat agentligi bor. O'sha yerdan yordam bersa yaxshi bo'ladi. Ta'kidlab bo'lsak, Abduqaliq Qaynazarov bugungi kunga qadar erkin kurash bo'yicha Tojikiston, Rossiya, Xitoy, Qozog'iston va O'zbekiston kabi davlatlarda faxrli o'rinlarni olgan. U oxirgi marotaba Belarusiyada erkin kurash bo'yicha xalqaro musobaqada ishtirok etgan. Ushbu musobaqada Rossiya, Ukraina, Yakutiyadan kelgan sportchilardan oldinga chiqib, ikkinchi o'rinni egallab qaytgan. Feruza Murabdullayeva, Asel Busurmanqul qizi, Azam Buzrukov, Intimaq. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Keyingi dasturimizda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.